chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga gap tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Biz qishloq posyolkasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Hanifa onamizni 61 yoshlar bilan tabriklaymiz. Nabiralari Savlatjonni 14 yoshlar bilan tabriklaymiz. Barcha sovg'alar Hanifa onamning qizlari Gulbahor opam, Gulandon opam, o'g'illari Farhodjon akam, kelinlari Marg'oba opam, kuyovlari Jamol akam, Otabek akam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli Jannat Makon o'lkamizning farishta insonlari, barchangizga xayrli kunlar, barchangizga olishdagi bo'lgan fayzli dargohda ko'rib turganimizda, mehmon bo'lganimizda bag'oyatda xursandmiz. Mavzumiz albatta mana hurmat va ehtiromlar davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchilari bo'lgan Savlatjonlarni, albatta Hanifa opamlarni taklif qilib qoladim. Demakki, Hanifa onamiz bugun 61 yoshlarni qarshi olibdilar. Hanifa ona bugun bir-biridan mehribon farzandlar sizni bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar tayyorlab qo'ydilarki, bugun xonadonimizda katta shodiyona, katta bayram. Bizlarni oilamizning farishta-sarishtasi, bizlarning mehribonimiz, ham jannat makonimiz biz uchun qanchadan qancha turlarni bedor o'tkazgan, biz uchun turlari an'analar aytgan. Yelib yugurib bizni xizmatimizda bo'lgan onajonimiz bugun 61 yoshlarni qarshi olmoqdalar. Albatta onajonimizga eng chiroyli guldastalardan olib kelasiz deb iltimos qilganlar. Aynan siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar. Bir-biridan mehribon farzandlaringiz, qizlaringiz Gulbahor opamlar, Gulandon opamlar, o'g'lingiz Farhodjon akamlar, keliningiz Marg'oba opam, kuyovlaringiz Jamol akam, Otabek akamlar, barcha nabirlar nomlaridan aynan siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar. Bitta sizga muborak bo'lsin. Mana shu gullarga va har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuzingizdan, ko'zingizdan hech qachon tabassum arimasin. Albatta hali bu hammasi emas, aynan siz uchun bir-biridan mehribon farzandlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, onajonimizga bir umrga esda qoladigan chiroyli sovg'alarni keltirasiz deganlar. Aynan siz uchun esdalik portretlari albatta qansaklar asosida qabul qilib olasizmi? Bundan ajoyib sovg'alar sizga muborak bo'lsin. Albatta hali bu hammasi emas, sovg'alar hali tugagani yo'q. Nimaiki, o'g'il qizlaringiz rosa harakat qildilarki, onajonimizni xursand qilsak, mehribonimizni, jannat makonimizni kayfiyatlarini ko'tarsak, nimaiki biz uchun yelib yugurib xizmatlar qilgan, eng yoshlik navqiron umrlarni bizga baxshida etgan, biz uchun eng aziz insonimizga eng aziz sovg'alardan keltiring deganlar. Aynan siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'alardan biri bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joynamozlar, tasbihlar keltirganmiz. Albatta mehmonlarning qo'llari bo'sh bo'lsa, guldiroz narsalar muborak bo'lsa, albatta hali bu hammasi emas. Aynan siz uchun keliningiz nomlaridan ajoyib bo'lgan tilla sovg'alarimiz bor ekan. Marhamat, bitta guldiroz sarsagardan keliningizni markazga chorlab qolamiz albatta. Bir-biridan ajoyib sovg'alar sizga muborak bo'lsa, albatta hali bu hammasi emas. Aynan siz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz borki,
shunday sovg'aki men buni qo'lingizga topshiraman. Bu bir-biridan mehribon o'g'il qizlaringizni aynan sizga atalgan to'rt qator dil izhorlari, qalbnomalar bor. Agar mayli desangiz o'qib beraman. Farzandlaringiz nomlarini albatta qabul qilib olasiz. Mudom men haqimda o'ylagan onam, kulgu shodlik nima bilmagan onam, menga million pullar sarfladik, o'ziga bir ro'mol olmagan onam. Bozor o'chaq qilar nega men uchun, yangi kiyim olar kimga men uchun, meni ko'rib ko'zim quvnagan onam, o'ziga bir ro'mol olmagan onam. Gapirsam kuladi, qilmas hech alam. Men uydan nariga chiqmayman bolam, yaxshi kiyin o'qi o'rganmaydiga. Sen yoshdan navqiron, seniki olam. Zeb-ziynat taqib olib ko'cha chiqmagan, maqtanish nerigin bilmagan onam, barcha o'zin o'ylab mehnat qiladik, meni deya tinib bilmagan onam. Deb mana shunday joy bo'lgan satrlarni o'g'il qizlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta yana bir bor tavallud tayyorlan, tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlaringiz muborak bo'lsin. Albatta qalbi hammasi emas, aynan siz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz borki, ajoyib bo'lgan inson nima davriga taklif qiladi. Sizga atalgan jonli tarzda ona haqidagi qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Albatta men Dilshod akam bu davra markazga chorlab qoladi. Keldagi navbat Dilshod akamga marhamat, jonli tarzda onajonlarimizni kuylaymiz birgalikda. Daftarimga darvoqi onam, siz boshsiz ko'rmadim alam, g'amxo'rginam mehribonginam, sizni juda yaxshi ko'raman, duodasiz men uchun doim, shirin so'zim mehrga boyim, mo'niskina yuzlari oyim, sizni juda yaxshi ko'raman. Onam, onam, onam meni, bir donam yagonam meni, bu dunyoda bori yo'g'im onam. Onam, onam, onam meni, bir donam yagonam meni, bu dunyoda bori yo'g'im onam. Shirin xushbo'y rayhonimsiz, bu dunyoda tanhoyimsiz, bebahoyim, bebahoyimsiz, sizni juda yaxshi ko'raman. Uyimizning nuri o'zingiz, baxtimiz sururi o'zingiz, dilga shifo har bir so'zingiz, sizni juda yaxshi ko'raman. Onam, onam, onam meni, bir donam yagonam meni, bu dunyoda bori yo'g'im onam. Onam, onam, onam meni, bir donam yagonam meni, bu dunyoda bori yo'g'im onam. Bu dunyoda bori yo'g'im onam. Rahmat, Hanifa ona mana shunday bo'lgan qo'shiqlar ham aynan siz uchun yangradi. Albatta Hanifa hammasi emas, qo'shiqlar bayramlarga bugun Savlatjon ham 14 yoshlardan qatnasha oldilar. Savlatjonga ham albatta barcha yaqinlar nomlaridan ajoyib bo'lgan bosh oyoq sarpolar bor ekan. Bitta gulduras qarsaklar sadosi ostida topshirib qo'yamiz albatta. Savlatjonga ham albatta ajoyib bo'lgan sovg'alar muborak bo'lsin. Savlatjonning umrlari uzoq, tanajonlari har doim sog' salomat bo'lib yursin. Albatta hali bu hammasi emas, Savlatjon aynan siz uchun ham ajoyib bo'lgan esdalik portretlari bor ekan, lekin uni topshirishdan oldin barcha yaqinlar
minnatdorchiligimizni dil izhor nimasiga yetkazmoqchiman. Nimagaki barchamiz Savlatjonni juda yaxshi ko'ramiz sizlar. Xohladikki Savlatjon hayotda uzoq umr ko'rib, nimaiki yaxshi tilaklari bo'lsa, barchasi amalga oshsin. Hayotda hech qachon qoqilmasin, hayotda hech qachon dard ko'rmasin. Nimaiki yaxshi tilaklar bo'lsa, barchasi aynan siz uchun tilagan edi. Va albatta hali bu hammasi emas, aynan sizlar uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz ham bor. Nimagaki tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlarning ustiga shamchiroqchalarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar ezgulardan qilmasak, albatta nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli onajon aynan siz uchun qolaversa nabirangiz Savlatjon uchun ajoyib bo'lgan tortlar keltirganmiz. Keling, men shamchiroqchalarni yoqib beraman. Endi hammamiz birgalikda yaxshi tilaklar ezgulardan qilamiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlar albatta birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun albatta keling onajon, men birinchi marta mikrofonni shaxsan sizga bersam, onajonimizni, bejonimizni xursand qilamiz deb uringan o'g'il qizlaringizga o'ylaymanki, sizda ham ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajondir sizdan eshitamiz. Assalomu alaykum. Mehmon yozibsan. Nevarim aytaman, sog' salomat ekan, ko'rga gardadi. Mana men Savlatjon sadbadarman baka. Tepsarida deb yeshqa sog'gardi. Nevarim tamam xaridur. Tabrikadagi bitan hamkasbim rahmat. Ular sog' salomat ekan, ko'rga gardan hamma ko'shu. Mayli, hammaton rahmat, hammaton rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Alqishlar qo'yilgan rahmat aytdim. Rahmat, Savlatjonga bening onajonlarim chiroyli qilib tabriklab qo'ysinlar. Rahmat. Rahmat. Rahmat, yaxshi sog' salomat bo'ling. Albatta shunday chiroyli bayram damlarida davom ettiramiz. Endi hammamiz yaxshilab turib olamiz, esdalik rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi. Mikrofonni ham esdalikka qoladi. Qolaversa ta'riflarga muhrlab qo'yamiz. Undan oldin chiroyli tilaklar bor ekan. Marhamat. Assalomu alaykum. Xushomaditon, hammaton. Yekam saat badarom tepsari momba sog' salomat gardan. Loyim bachchakon mana hammaga nevaroshona to'yasha biyem bina. Chunki dade merutse talat kristan biyekamba umrashon daroshin. Tepsari momba sog' salomat gardan. Savlatjon rahmat yam saat badarom bachchi. Kalon joyi baxon. Bachchi kalon shuda ishqilib sog' salomat gardan. Maylish hammaton rahmat omdagoton. Rahmat. Rahmat, alqishlar qo'ysak bo'ladi. Rahmat. Yana kimda bor chiqib tilaklar? Kimdan eshitamiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Bejon Salbadar tepsariman. Baxtimon va sog'lom gardi. Bobonlardagi ro'za shodiya degan makka. Rahmat. Rahmat yaxshi albatta yaldagi navbatda chiroyli taronaga beramiz. Barchamiz birgalikda davralarni zo'rlar va raqsga tushamiz. Undan keyin fotosessiya qilamiz. Marhamat, hozircha yaldagi navbat chiroyli taronaga.
fotosessiyaga beramiz va hammamiz esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Rahmat barchaga. Now so be the Mariam,